Assalomu alaykum barchaga. Meni qadrli ashaddiy muxlislarim, tungi dahshatli audio hikoyalar kanalining ashaddiy ishqibozlari va yana qisqa muddatli tanaffusdan keyin e'tiboringizni Kamina Begzodbek oladi. Xullas sizlarga la'natlangan qo'g'irchoqlar hikoyamning ikkinchi faslini tayyorlab keldim. Albatta sizlarga qiziq bo'ldi bu hikoyam. Ko'pchilikka yoqdi. Sizlarga ikkinchi faslini tayyorlab keldim. Xullas, hikoya o'ta dahshatli bo'lib, har bir effektlar sizga ta'sir salbiy ko'rsatishi mumkin. Ogohlantirib o'taman. Bu hikoyani yurakli bo'shlar, homilador ayollar eshitishi man etiladi. Ana endi hikoyani o'tgan qismidan parcha qilib boshlab beraman. Xullas, tayyormisiz? Joyingizga o'rnashdingizmi? Shoshmang. Aniq joylashdingizmi? Hech kim yo'qmi xonangizda? Karavatingiz tagidachi? Yaxshilab qarang. Hech kim yo'qmi? Qani bo'lmasam, biz hikoyani boshladik. Pablo o'rmondan chiqib ketar ekan, uzoqdan o'zlarining kelgan kemasini tanidi. Uni to'xtashga umuman haqqi yo'q. Agar bir soniya chalg'ib qolsa, qo'g'irchoqlar yetib olib, uni ham dahshatli tarzda o'ldirardi. Pablo kemaga yetib keldi va uni o't oldirib, katta tezlikda oroldan jo'nab ketish uchun boshlang'ich tezlikni oshirdi va u ortga qaradi. Va ko'rgan narsasidan shok holatiga tushdi. Daraxtlar tugash joyida, orolning boshlanish qismida 4 ta ulkan qo'g'irchoq qo'lida Pabloning do'stlarining uzilgan boshlarini ushlab turishardi. Pablo ortda qolgan dahshatli voqealar ta'sirida sal qolsa jinni bo'lib qolgandi. U Meksikaga yetib kelgach, birinchi bo'lib politsiya idorasiga borib, bo'lgan voqealar haqida aytib berdi. Vaholanki u buning gaplariga hech kim ishonmadi. Uni hattoki ruhiy kasallar shifoxonasiga jo'natishmoqchi edi. Yaxshiyamki, Pabloning o'ziga yarasha tanishlari bor. Aynan shu himoya uni jinnixonadan qutqarib qoldi. Pabloning muammolari shu bilan ortda qoldi deb o'ylaysizmi? Qattiq adashasiz. Endi boshlandi. Do'stlarning, ya'ni u bilan orolga ketgan 4 ta do'stining ota-onasi undan nima bo'lganini, bolalari qayerda ekanini tinimsiz so'rashardi. Pablo ularga bo'lgan voqealarni takror aytib berar ekan, uning bu gaplariga ba'zilar sal ishongandek bo'lsa, qolganlar esa umuman ishonishmadi. Shu bilan bu muammolar yakuniga yetmadi. Shahar politsiyasi tomonidan aynan o'sha orolga bir guruh maxsus guruh yuborildi. Ammo natija yo'q. Hech qanaqa qo'g'irchoq odamlar yoki Pabloning vafot etgan do'stlari. Shundan qilib endi hamma Pabloni ayblay boshladi. U ruhan zaif va yo'qolgan do'stlarni aynan o'zi o'ldirgan. Surishtiruv sud boshlandi. Baribir u aybdor bo'lib qoldi. Hukm o'qildi. Pablo ruhiy xastaga chiqarilib, uni qattiq qo'riqlanadigan ruhiy kasallar shifoxonasiga yuborishdi. Uni deyarli qamoqxonaga yuborishgandi. 4 tomon devor, qamoqxonadan yagona farqi bu yerda sayr qilish imkoni bor. Atrofda daraxtlar ko'p, xuddi ixtisoslashtirilgan maktab singari. Faqat
qat'iy tartibda qo'llaridan kishan bilan sayrga chiqadi. Shunday qilib Pabloning osmonida qora bulutli kunlar boshlandi. Birinchi kun yaxshi o'tdi. Do'stlarini eslab o'ziga bo'lgan nohaqlik uchun ham ancha ko'z yosh to'kdi. Tun ko'rdi. Hammani o'z kamerasiga joylashtirilgan xodimlar o'z o'rniga qaytishdi. Pablo qattiq charchoq tufayli uyquga ketdi. Tun qorong'u, zulmat. U o'rmon ichida yurib borar ekan, uzoqdan kimdir u tomon yaqinlashib kelayotganini ko'rdi. Diqqat bilan kuzatib tursa, allaqanday qo'lida yaltirab turgan narsa, ikkinchi qo'lida esa dumaloq shaklga o'xshash bir narsa bilan Pablo tomon kelardi. Shundan birdan katta tezlikda o'sha mavjudot uning oldiga yaqin keldi. Dahshat. Pablo dahshatdan baqirib yubordi. Bu xuddi o'sha yuzlari yirtilgan dahshatli qiyofada oroldagi dahshatli qo'g'irchoq edi. Bir qo'lda o'tkir pichoq, bittasida esa yaqin do'st Danining kallasi edi. Pablo o'rnidan sakrab turdi. Xayrirat, bu juda qo'rqinchli tush. U terlab ketgandi. Ko'zlari dahshatdan qotib qolgan bo'lib, o'tgan voqeani endi tushlarida ham ko'rayotgan edi. Keyingi kun odatiy qattiq tartibda qo'llarida kishan bilan ruhiy kasallar shifoxona oldidagi daraxtlar orasida, bir xillari esa chekka joylarda yurishardi. Pabloning ulardan katta farqi uning aqli joyida edi. Kechagi ko'rgan tushi uni xayolida ketmasdi. Shunda bir ovoz keldi. Pablo, meni qutqar. U ortiga o'girilib qaradi. O'rindiqdan uning o'rmonda halok bo'lgan kursdoshlaridan biri Valentin o'tirardi. "Sen tirikmisan, Valentin? Qanday qilib?" U javob berdi. Ha, men tirikman. Nega bizni tashlab ketding? Pablo, men sizlarni tashlab ketmadim. Ular sizni o'ldirdi, la'nati qo'g'irchoqlar. U so'zida davom etayotgan edi. Hamki Valentin o'tirgan o'rindiq ortidan uzun maxluqniki kabi tirnoqlari bilan turgan qo'g'irchoq kelib, Valentinning tomog'idan tirnoqlarini botirib tortib yubordi. Shu yerning o'zida uning boshi yerga dumalab ketdi. Buni ko'rgan Pablo qattiq qichqirdi. "Yordam bering, u keldi, iltimos", deya baqirdi. U tiz cho'kkan holda tinmay yig'lab yordam so'rardi. Shundan bir xodimning uning yelkasidan ushlab, "Sizga nima bo'ldi, og'ayni? Ana qarang, ular yana keldi. U Valentinni o'ldirdi", deya to'g'riga ishora qildi. Afsus, u yerda hech kim yo'q edi. Kim kimni o'ldirdi? Ahvolingiz yaxshimi o'zi? Hozirgina shu yerda edi. Tirnoqlari uzun, la'nati qo'g'irchoqlar. Ular meni tinch qo'yishmayapti. Xodim ratsiya orqali sheriklaridan kelishlarini iltimos qildi. Ular Pabloga yordam berib, kamerasi tomon kuzatib qo'yishdi. U kamerada o'tirib yig'lar ekan, o'lgan do'stlari nega ko'ziga ko'rinayotganini bilmas edi. Pablo endi kechasi uxlashga ham qo'rqa boshlagan edi. O'sha oroldan qaytganidan beri faqat bir xil tush. Qaysidir dahshatli qo'g'irchoq do'stlarining birining qonga botgan boshini ko'tarib, uning oldiga yaqin kelayotganini ko'rardi. Ertalab hamma yoqda shovqin ko'tarildi. Bir nafar qamoqxona xodimi o'ldirilib ketilgan. Boshi tanasidan uzilgan, lekin aynan o'sha uzilgan bosh yo'q. Hamma shu holatida, chunki u hovlidagi o'rindiqlardan biriga o'tirgan holatda, qo'yilgan boshi esa yo'q. Atrof qizil qon bilan bo'yalgan. Surishtiruv tibbiy xulosa hech narsaga oydinlik kirita olmadi. Chunki hech qanday barmoq izi yo'q, dalil yo'q. Yarim tun. Soat 2:00.
atrofni ko'zdan kechirish bahonasida hovliga chiqqan xodimlar daraxtlar tagida kimdir unga qarab turganini ko'radi. "Hoy, sen kimsan? Hozir hamma o'z o'rnida bo'lish kerak. Orqa tomonni ko'zdan kechir", dedi. Ammo javob yo'q. U qorong'uda qo'riqchi xodim tomon qarab jim turardi, hatto qimir etmasdi ham. Xodim hayron bo'lib unga yana bir necha marotaba baqirib ham murojaat qiladi, ammo reaksiya yo'q. Birorta jinni qolib ketgan bo'lsa kerak-da, yana bitta ish ko'paydi. Kattalardan ham gap eshitamiz deb u tomon yaqin borardi. Yaqinlashib borar ekan, u oddiy odam emasdek tuyuladi. Qandaydir tana tuzilishi boshqacha. "Hoy, sen kimsan o'zi? Nega joyingda emassan?" deya endi unga yaqinlashib kelgan payt o'zida kichik bir og'riqni sezadi va yerga tiz cho'kib qoladi. Qarshisida bir ta'rif bergan maniak aynan o'sha dahshatli qo'g'irchoq namoyon bo'ladi. O'tkir tirnoqlar, ko'z o'rnida esa qandaydir kiyim tugmasi. Xodimning nima ko'rgani esa faqat o'ziga ayon bo'lib ulgurmasidan qotil qo'g'irchoq yana bir o'tkir tirnoqlari bilan uning bo'ynidan zarba beradi va bosh tanasidan judo bo'ladi. Hamma yoq qonga belangan. Qo'g'irchoq esa mamnun, jilmaygan holda uning tanasini o'rindiqqa o'tirg'izib qo'yadi. O'zi esa uning uzilgan boshini olib, dahshatli tarzda jilmaygan holda qayoqqadir ketadi. Tibbiy ekspertiza bu ish oldida ojiz qoldi. Barmoq izlari va boshqa narsalar noma'lum. Bu vahshiylik kim qilgan yoki nima? Pablo buni kim qilganini aniq bilmasa-da taxmin qilardi. Bu o'shalar, dahshatli qo'g'irchoqlar. U yana qo'rquvga tushdi. Kech kirdi. Bugungi voqealardan keyin ancha hushyor tortgan ruhiy kasallar shifoxonasi xodimlari qo'riqchilarni ko'paytirishdi. Tun yarim kechasi qandaydir past ovozdan uyg'onib ketgan Pablo sekin ko'zini ochdi. Xonani sinchiklab kuzatar ekan, bu ovoz o'zi yotgan karavot tagidan kelardi. U oz bo'lsa-da qo'rqayotgandi. Ovoz bergan sari balandlashib borardi. Menga yordam bering. Iltimos, menga yordam bering. U bu ovozni esladi va qo'rquv va xavotir aralash tezda chiroqni yoqmoqchi bo'ldi. Ammo chiroq yonmadi. Xonaga tushgan oy shu'lasi "Meni qo'yib yuboringlar, iltimos. Uyimga ketaman. Bu yerda hech qaysimiz tirik chiqmaymiz." Qo'riqchi: "O'zingizni bosing, hammasi yaxshi. Bu yer qattiq qo'riqlanadigan joy. Hech kim kira olmaydi. Agar biror hodisa yuz bersa, menga xabar qiling." Pablo tushuntirish foydasiz ekanligini bildim yoki boshqa sababni qayta gapirmadi. Shunchaki chiroqni o'chirmay o'rniga yotdi. Ertasi kuni tong yana dahshatli qotillik. Yana bir qo'riqchi xodim o'ldirilib ketilgan. Bu qotillik ham avvalgisidan farq qilmaydi. Qo'riqchining boshi tanasidan judo qilingan va uzilgan bosh har doimgidek yo'q. Jinoyatchini hech qaysi bir politsiya xodimlari, hattoki ekspertiza ham aniq bilmaydi. Hammasi noma'lumligicha qolgan. Buning sababini Pablo bilsa-da, buni hech kimga ayta olmaydi, chunki baribir unga ishonishmaydi. To'g'rida, kim ham jinni odamga ishonardi? Eng dahshatli joyi o'ldirilib ketilgan xodim kechasi Pabloning xonasiga kirgan qo'riqchi edi. Yarim tun. Nazoratchi yo'lakdan yurib borar ekan, yo'lak oxirida past ovozda kimnidirning yoki nimanidir ovozi eshitildi. U o'sha tomon borishga qaror qildi. Jahl bilan la'nati, yana eshiklar ochiq, kecha bittasi o'lgandi. O'zi dedi ovozga yaqin kelar ekan.
menga yordam bering degan ovoz kichik bir yo'lakda yotgan qo'g'irchoqdan kelardi. Qo'riqchi uning qo'liga olishi bilan uni ovozi o'chdi. Jinnilarning sevimli o'yinchog'i dedi. Jilmaygancha shundan birdan qo'g'irchoq tilga kirdi va vahimali ovozda Menga yordam bering. dedi. Qo'g'irchoqning ko'zlari yumilgan edi va ko'zlari birdan ochilgan dahshatli holat. Qo'g'irchoqning ko'zlarida qon kela boshladi. Qo'riqchi o'zini yo'qotib qo'ydi va uni otib yubordi. U shok holatida yo'lak bo'ylab qocha boshladi. Qo'riqchi bir narsaga qoqilib yiqildi va o'rnidan turishga harakat qilgan joyida kimnidir sovuq nafasini his qilib turardi. U o'rnidan turib to'g'riga qaragan edi, hamki dahshatdan qotib qoldi. Sababi uning oldida katta jussali bir qo'g'irchoq turardi. Ko'zlari qizil rangda, bir qo'lida bolta, bir qo'lida zanjir. U xodim tomon jilmagan holda qaradi. Uning ko'zidan dahshatdan hattoki nazoratchi ham qutulmadi. So'nggi harakat. Qo'g'irchoq bolta bilan katta tezlikda uning bo'yniga zarba berdi. Dahshatli o'lim. Dahshatli qo'g'irchoq kulgancha uning boshini tanasidan uzib qo'lida ko'tarib oldi va qayergadir ketdi. Pablo tushunib turardi. U o'zi bilan la'natni ham shaharga olib keldi. Endi ular tinch qo'ymaydi, uni ham o'ldiradi. Pabloning halokatdagi yakuniy o'lim. Dahshatli tushlar, dahshatli voqealar Pabloga tinchlik bermasdi. Har kuni qo'rqinchli tushlar va do'stlarining ko'ziga ko'rinishi, bu narsalardan u juda qo'rqib qolgan. Har kuni bitta xodim yoki bemor dahshatli tarzda o'ldirib ketiladi. Har kuni yangi qurbon, lekin qotillik bir xil, hammasini tanasini joyida, ammo boshi yo'q. Hammasini boshidan atayin o'g'irlab ketilganmi yoki boshqa sabab? Buni hech kim bilmaydi. Jasadlar soni ko'paygan sari hukumat bu joyga e'tibor qarata boshladi. Har kuni bittada odam o'ldirib ketiladi, lekin jinoyatchini hech qaysi ekspertiza aniqlay olmaydi. Har xil yo'llarni sinab ko'rishdi. Maxsus guruh qurolli qo'riqchilar, odam soni baribir foydasi, boshsiz jasadlar soni ortib borardi. Hukumat bu ruhiy kasallar shifoxonasini yopishga qaror qildi. Balki bu yerga tozalash ishlari amalga oshirish kerakdir. Juda eski joy. Xullas, kasalxona yopiladigan bo'ldi. 6 oy ichidan har kuni bittadan tinimsiz dahshatli tarzda o'ldirilgan qolganlar odamlar, bemorlar sekin-asta ko'chirilyapti. Pabloning ahvoli havas qiladigan darajada emas, bitta nuqtaga tikilib o'tirardi. Faqat dahshatli qo'g'irchoqlar, do'stlarining o'limi uni ta'qib qilardi. So'nggi ko'chirish ishlari ertaga amalga oshiriladigan bo'ldi. Bir nechta qurolli soqchilar va bemorlar bor xolos. Yarim tun. Pabloning xonasi dahshatli tushdan keyin o'rnidan turib ketgandan keyin kichik shkaf ustidagi stakandan suv ichish uchun uni qo'liga oldi. Avvaliga e'tibor bermadi, lekin yaxshilab qaraganda stakanda suv o'rniga qizil qon bor edi. U darhol stakanni devor tomon otib yubordi. U atrofni kuzatdi. Hech qanday ovoz yo'q, ammo bir ovoz: "Menga yordam bering." Pablo qo'rquvdan shok holatiga tushib qoldi. Sababi xona ichida o'sha 4 dahshatli qo'g'irchoq qo'llarida orolda halok bo'lgan 4 do'stining boshi ushlab turishardi. "Bizga yordam ber." Pablo uzilgan boshlar birin-ketin gapira boshladi. Pablo yig'lay boshladi. "Iltimos, meni tinch qo'yinglar, iltimos" deya, lekin bir qo'g'irchoq unga yaqin keldi va "Seni do'stlaring yoniga olib ketaman" dedi. Uning bo'ynidan ushlab o'tkir pichoqni tortib yubordi. Shunchaki dahshat.
Pablo og'riqni deyarli his qilmadi. Qo'rjoq uni boshini uzib oldi va o'zi bilan qayergadir olib ketdi. Pablo ham dahshatli tarzda halok bo'ldi. Shu bilan tugamadi. Ertasi kuni boshsiz tana ko'rishga odatlangan qo'riqchilar so'nggi ko'chirishni amalga oshirishdi. Ammo Pabloning xonasiga hech kim kirmadi. Uning tanasi ham o'sha yerda qolib ketdi. Bu yerga la'nat tekkan joy deya nom berildi. Shundan so'ng ruhiy kasallar shifoxonasiga yopildi. Eshiklar tamg'alandi. Bu yerga kirish har bir insonga taqiqlanadi. Tarzda yozuvlar osib qo'yildi. Qotilliklarni esa kim qilgani noma'lumligicha qolgan. La'natlangan qo'g'irchoqlar haqida esa hech kim bilmaydi. Yagona biladigan odam Pablo. Pablo esa o'ldi. Oral haqida ham u bir necha marta dahshatli qo'g'irchoqlar haqida ham aytishga urindi. Afsus, unga hech kim ishonmadi. Shunisi aniqki, u yerga borganlar tirik qaytmaydi. Hammaga rahmat do'stlar. Hikoyada xato va kamchiliklar bo'lsa, sizlardan uzr so'rayman. Harakat qildim qo'limdan kelgancha. Keyingi qismlar bo'ladimi? Buni bilmayman. Har narsani o'zi yaxshi degan gap bor. Har hikoyaning boshi bo'lgandek, oxiri ham bo'ladi. Yana bir bor hikoyada xato va kamchiliklar bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Hammada yana bir gap. Yarim kechasi uyg'onib ketsangiz, o'zingiz yotgan karavot tagiga qarab qo'ying. Har ehtimolga qarshi. Hammaga omad, sog'-salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling azizlar. Siz bilan bloger Bekzod Beknur bo'ldi. Keyingi hikoyalarimizda ko'rishguncha sog'-omon bo'ling. Ha, aytgancha hikoyada komment, reaksiyalaringizni kutib qolaman. Albatta men uchun bu muhim. Xayr, sog'-omon bo'ling.